yaxshi niyatda umra safariga borishlikni niyat qilgan aka-ukalarimiz hamda birodarlarimizga mana bugun biz Abdurahmonjon oldiga keldik. Eng ishonchli traveldan sizlarga tavsiya qilamiz. Hozir sizlarga qayerdan reyslar bor, sharoitlar qanaqa bo'ladi, biletlarimiz narx-navolari qanaqa bo'ladi, shularni qo'ldan kelgancha inshaalloh sizlarga yordam beramiz. Akalar, assalomu alaykum. Va alaykum Abdurahmon assalom. aka, sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat. Xudo xolasa ota-onamni, akamni sizlarni firmalaringiz orqali jo'natamiz. Ozgina vaqtimiz qoldi. Otamiz ozgina bemorchiliklari bor edi. Shuning uchun ozgina yaxshi bo'lsa, Xudo xolasa sizlarni bilan jo'natamiz. Endi obunachilarimizga ma'lumot bersak, aka, sharoitlar qanaqa bo'ladi va qayerlardan reyslarimiz bor? Avvalambor assalomu alaykum. Aka, o'zi bizni firmamiz Umra jamiyati aka. Umra jamiyati. Umra jamiyati firmasi aka. Endi bizni reyslarimiz Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkentdan to'g'ridan to'g'ri reyslarimiz bor aka. Qayerga bo'ladi? Makkagami yoki Madinaga? Jidda hamda Madina. Farg'ona, Jidda, Farg'ona, Madina reyslarimiz bor. Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina, Jidda va hamda Madina yo'nalishiga bo'ladi. Ortiqcha sarsongarchilik, yo'q, to'g'ridan to'g'ri bo'ladi aka. Premyer reyslar zo'r bo'ldi. Oldin boshqacha bo'lardi. Bundan oldin shunaqa bo'ladi. Hali persatga reyslar bo'ladi. Dubay orqali, Sharja orqali borilardi yoki Kuvayt orqali borilardi. Hozir endi ziyoratchilar qulaylik bo'lsin deb aka, premyer to'g'ridan to'g'ri reyslar qilib qo'yapmiz aka. Bu haligi yoshi katta insonlarga albatta osongarchilik tug'diradi. Xo'p, qachonga reyslarimiz bor? Xo'p, o'zi oyda har yakshanbasi reyslarimiz bor aka. Har yakshanba. Va keyin Toshkentdan har 2 kunda bir reyslarimiz bor aka. Reyslarimiz bor va keyin hojilarimiz Madina Munavvaraga borishadi. Madina Munavvaraga borishganda mehmonxona sharoitlarimiz ancha yaxshi aka. Ya'ni Madina Munavvarada haligi nima deydi? Mana mehmonxona oti nima edi yoki kimga tushadimi degan savollar o'zi ko'p bo'ladi. Asosan ziyoratchilarni o'sha ularga sharoit yaxshi qilib berish uchun haramga yaqinroq mehmonxona olinadi. Ya'ni masofasi 400 metr atrofda bo'ladi. 2 mahal issiq taom bo'ladi Madina Munavvarada aka. Tushunarli. Endi mehmonxonaning ichidagi sharoitlari qanaqa bo'ladi? Mehmonxonaning ichidagi sharoitlari toza, pokiza mehmonxona bo'ladi aka. 2 mahal issiq taom bo'ladi aka. Malakali 50 boshlar qarab berishadi ziyoratchilarga. Doimiy boradi. Doimiy, albatta, doimiy ziyorat qarab berib turishadi. Keyin bizda yana bitta narsa bor. Madina Munavvarada Madina ziyoratlar bo'ladi-da. Madina ziyoratga chiqishganda Uhud tog'iga, Qubo masjidlariga borib ziyoratlar qilishganda bizda shunaqa narsa tashkillashtirilganki, haligi ko'pincha xurmo bog'iga boriladi-ku, xurmo bog'iga borilganda xurmodan savdo qilib olishadi ziyoratchilar. Bizda shu narsa xurmo bog'ida bitta osh tashkil qilingan ziyofatimiz bor. Xurmo bog'iga borilganda ziyoratchilar haligi kun bo'yi Madina ziyorati yurib, oxir toliqishga ham qonlari ochadi, boshqa bo'ladi. O'sha xurmo bog'ida osh tashkil qilib berilgan aka. Oshlardan yeb, ibodatga kuch-quvvat bo'ladi-da. Endi misol yoshi katta insonlarga, misol uchun kalaskada yuradiganlarga, ularga ham sharoitlar bor. Ularga ham sharoitlar bor aka. Mehmonxonalarda kalaskalar bo'ladi aka. O'zlarida bo'lsa olishlari yaxshi, ya'ni aeroportlarda ham kalaskada yurishganda bez ochirib o'tishadi-da nimalarga. O'zlarida bo'lmasa, mehmonxonalarda kalaskalar bo'ladi. 50 boshlarga murojaat qilsa, ular o'sha mehmonxonadan olib berishadi ularga. Yana foydalanib bo'ladi, o'sha mehmonxonaga qo'yib yana qaytib kelishaveradi. Hozir hamma yoqda gaplashdik aka. Endi Madina Munavvarada ravzaga kirish masalalari qanaqa bo'ladi aka? To'g'ri savol bo'ldi aka. O'zi ko'pchilik so'rashadi bizda. Ko'pchilik aloqaga chiqishadi yoki ko'p tanishlarimiz so'rashadi. Ravzaga kirilyaptimi sizlarda? Ravzaga olib kirasizlarmi? Oldingi yillar qachondir borganimizda ravzaga kirmagandik, bizga armon bo'lib qolgandek ko'pchilik savol beradi aka. Xudo xolasa mana shu kungacha bo'lgan holatlarimizda Ravza Sharifga kirish muammo bo'lmayapti. Ziyoratchilar hammalari birin-ketin Ravza Sharifga kirib chiqishyapti alhamdulillah. Inshaalloh bundan bari muammo bo'lmaydi aka. Hammalar Ravzaga kirib chiqishadi. Endi hozir shu borilganda misol uchun qo'shimcha yana sayohatlar ham bormi aka? Sayohatlar qo'shimcha sayohatlar ham bor aka. Hozir mana qarang, Madina Munavvarani gaplashdik-ku. Makka Mukarramada ham sayohatlarimiz ziyoratda aka bizda. Hozir ziyoratchilarimiz Madinada 2 kecha 3 kunduz turishadi Madina Munavvarada. Chiroyli pokiza avtobuslar bilan Makka Mukarramaga borishadi. Makka Mukarramaga borishganda ham toza, chiroyli, pokiza mehmonxonaga joylashishadi. Mehmonxonamizning masofasi haramga 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi aka. Avtobusda haramga borib kelishadi. Malakali 50 boshqa bor va yana asosiy narsa Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlarimiz bor. 3 mahal o'zbek milliy taomlarimiz bor aka. Keyin aytmoqchi qo'shimcha ziyoratlarimiz serob Makkada. Nimaga desangiz, umra amallarni ado qilib olishadi Makkada. Ado qilib olishgandan keyin birin-ketin o'zi Makka ziyoratga chiqishadi birinchi. Arofat tog'iga borishadi aka.
shunaqangi ziyoratdan o'tib olishgandan keyin Nurtog'ga, Savr g'orlariga borib, o'sha Makka ziyoratini ado qilib olishgandan keyin ibodatlarni qilib olishayotgan paytda ziyoratchilarimizga ozgina nima qilamiz? Dam yengillik beramizki, Rojihin masjidining oldida ziyofatimiz bor. Ziyoratchilar uchun o'sha osh tashkil qilingan, o'sha piknik deydi o'zimiz tilda. Ziyoratchilarda o'sha ham madaniy hordiq, ham ma'naviy hordiq olishlari uchun chiroyli piknik tashkil qilib berilgan. Biz bir so'z bilan aytganda yaxshilab ibodatlarini qilib bemalol Albatta. kamchiliklarsiz xudo xolasa Albatta. borib kelinar ekan. Borib kelinadi. Ya'ni bizda paketimizda Qizil dengizimiz ham bor aka. Yerga ham sayohatga Qizil chiqiladi. dengizga ham sayohatga chiqiladi. Ya'ni ziyoratchilar ibodatdan va sayohatdan bo'shashmaydi. Ha, tushunarli. Xudo xolasa. Endi hozirgi kunda, hozirgi vaqtda mana misol hozir oktyabr 10-simi, bugun 9-chi. 9-oktyabrda biz hozirgi kunda biletlarimiz qanchadan bo'lyapti? Paketlarimiz asosan paketlarimiz desa aka, hozirgi kunda paketlarimiz aka, standart paketlarimiz $1050 dan bo'lyapti aka. Bir kishiga. Bir kishi $1050 dan bo'lyapti aka. Endi nima qilamiz? Bitta oiladan deylik 5 ta odam ketyapti. 4 ta 5 ta odam ketadi. Oila boshlig'i to'lovni qiladi-da, ularga qiyin bo'lmasin aka, yengillik bo'lsin. Yosh ichlarida haligi yosh kattalar bor, 60 dan oshgan tog'alar, ota-onalari bor. Ularga qiyinchilik bo'lmasin, ularga o'sha $20, $30 xonasiga qarab o'tib berilaveradi aka bu narsa. Ozmoz kelsa. Ha, ozmoz kerak. Va bitta odamga qiyin bo'ladi-da aka, 5 ta odamni olib borish ham endi Allohga aytib boraman, yaxshi niyat qilishadi. Bizda yengilliklar bor aka bu narsalarga. Tushunarli. Endi bitta o'chirsangiz aka, birodarlar, mana qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berdik. Agar yana biz bermagan savollar bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, har qanday savollaringizga mana Abdurahmonjondan bemalol savollaringizga javoblarni olaverasizlar. Tavsiya qilaman, xudo xolasa, inshaalloh nasib bo'lsa, o'zim obunachilarim bilan birga ketib qolishim ham mumkin. Xudo xolasa aka. Albatta. Hammamizga nasib qilsin. Ishonchli Umra jamiyatini mana sizlarga shaxsan men o'zim tavsiya qilaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar.